Assalomu alaykum. Bugun mikrobiologiya fanidan DNK saqlovchi viruslarni mikrobiologik laborator tashxisi, aynan kengroq tarzda gerpes viridae hamda poksiviridelarni keltirib chiqaradigan kasalliklar, bu kasallik qo'zg'atuvchi viruslarni morfologiyasi, xususiyatlari to'g'risida ma'lumotlarni ulashga harakat qilaman. Xo'p, DNK saqlovchi viruslar oilasi 7 tani tashkil qiladi hozirgi zamon klassifikatsiyasiga ko'ra. Ya'ni 1000 dan ortiq viruslarni 20 ta oilaga bo'lgandik, 13 tasi RNK, 7 tasi DNK saqlovchi edi. Bu 7 ta DNK saqlovchi oilaga kiradi: gerpes viridae oilasi, poksiviridae, papoviridae oilasi, parvoviridae oilasi, adenoviridelar hamda gepadenovirideylar hamda krikoviridae oilasi hisoblanadi. O'ziga xos xususiyati DNK saqlovchi viruslar sekinlik bilan hujayrani genomiga integratsiyalashadi, asta sekinlik bilan, hamda sekinlik bilan infeksion kasalliklarni keltirib chiqaradi. Yashirin, ya'ni asta sekinlik bilan rivojlanib, surunkali kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin, infeksion kasalliklarga. Xo'p, gerpes viridae oilasi. Gerpes viridae oilasi 3 ta kichik oilani o'z ichiga oladi. Ya'ni alfa gerpes viruslar, beta hamda gamma gerpes viruslar. O'ziga xosligi bu 3 ta tipni ham, ya'ni oilani ham kattaligi 80 dan 200 nanometrgacha hisoblanadi hamda murakkab strukturaga ega. Ya'ni superkapsidi mavjud. Superkapsidi aynan qaysi hujayrada ko'paysa, o'sha hujayrani yadrosini fragmentlaridan tashkil topgan bo'ladi. Hamda kapsidi bilan superkapsidining orasida ipsimon qobig'i mavjud. Mana shu qobiq ajratib turadi kapsidi bilan superkapsidini. Xo'sh. Qolaversa, kapsidi 162 ta kapsamerdan tashkil topgan hisoblanadi asosan. Lekin bu DNK saqlaydi, asosan 2 ipli DNK hisoblanadi, DNKlar oilasini. Xo'sh, undan tashqari superkapsidi bo'lgani bilan, kapsameri bo'lgani bilan, lekin tashqi muhit omillariga unchalik ham chidamli emas. Organik birikmalarga ham chidamli emas hisoblanadi. Xo'p, alfa gerpes viruslar. Alfa gerpes viruslarga kiradi. Birinchi tip gerpes qo'zg'atuvchisi, ikkinchi tip, ya'ni simplexo viruslar. Birinchi va ikkinchi tip bu simplexo viruslar avlodiga kiritiladi. Ya'ni gerpes viridae oila simplexo viruslar avlodiga mansub aynan birinchi, ikkinchi tip gerpes qo'zg'atuvchilari. Asosan bular yosh bolalarda labi hamda burnini atrofida uchuq chiqishi, gerpetik ekzema, gerpetik isitma ko'rinishida namoyon bo'ladi bu kasallik. Xo'sh, undan tashqari varitselo viruslar ham aynan alfa gerpes viruslarga kiradi. Varitselo viruslarni o'ziga xos xususiyati, endi ular suvchechak chaqiradi hamda kattalarda o'rab oluvchi temratki kasalligini keltirib chiqaradi. Xo'sh, juda ham yuqori bular sitopatik xarakterga ega, ya'ni hujayraga kuchliroq ta'sir ko'radi. Boshqa beta gammalardan ko'ra eng kuchli sitopatik xarakterga ega bu alfa gerpes viruslar hisoblanadi. Xo'p, ya'ni bularga kiritdik simplexo viruslar hamda varitselo viruslar. Xo'p, beta gerpes viruslarga kiradi sitomegaloviruslar hamda razioviruslar. Xo'p, sitomegaloviruslarga 5-tip gerpes qo'zg'atuvchisi kiradi. Aynan bu chaqaloqlarda uchuq keltirib chiqaradi. Qolaversa, endi bu ham qon orqali o'tish orqali orqa miyani orqa tugunlariga zarar yetkazishi mumkin. Undan tashqari meningoensefalit keltirib chiqarishi hamda jinsiy sohada uchuq toshishiga sabab bo'ladi. Xo'p, undan tashqari razioviruslar. Razioviruslarga 6-A tip, 6-V tip, 7-tip gerpes qo'zg'atuvchilari va 8-tip gerpes qo'zg'atuvchilari kiradi. Xo'p, 6-tip gerpes qo'zg'atuvchilari bular qanday kasallik keltirib chiqaradi? Yuqumli mononukleoz kasalliklariga sabab bo'ladi. Xo'p, 7-tip limfositlar limfomasiga, 8-tip bo'lsa bu yashirin tarzdagi surunkali kasalliklarga, karsinomalarga, sarkomalarga sabab bo'ladi. Ya'ni sekinlik bilan rivojlanuvchi kasalliklar hisoblanadi.
Xo'p, gamma gerpes viruslarini o'ziga xosligi bular limfokriptoviruslar kiradi. Bu beta gerpes viruslarga limfositlarga ta'sir ko'rsatadi. Asosiy patogen nishoni hisoblanadi limfa tugullari hamda ya'ni limfositlarni kasallantirib aynan B limfositlarni o'limiga sabab bo'ladi. Xo'sh, endi qanday kasalliklar keltirib chiqaradi? Aynan alfa gerpes viruslar. Alfa gerpes viruslar dan oddiy gerpes virusi, ya'ni birinchi, ikkinchi tip. Xarakterli xususiyati qanday? Oddiy gerpes virusining morfologiyasi kattaligi 150 nanometrgacha hisoblanadi hamda murakkab tuzilishga ega 162 ta kapsameri bor hamda super kapsidida lipid qavatining ustida bo'lsa glikoprotein antigenlari joylashgan. Ya'ni glikoprotein B, C, D antigenlari. Aynan mana shu antigenlari bilan hujayraning retseptorlari bilan bog'lanadi hamda endositoz yo'li bilan hujayra ichiga kiradi. Xo'sh. Ushbu oddiy gerpes virusini 80 ta geni mavjud hamda 30 xil oqsili sintezlay biladi. 30 xil oqsili mavjud. Ya'ni agar hujayra shikastlansa ham 20 xil oqsilni o'zi sintezlay biladi. Ya'ni patogenlik qiladigan hujayraga, qaysi hujayra bo'lsa ham. Xo'p, yuqish yo'li asosan havo tomchi hamda jinsiy aloqa yo'li orqali yuqish xususiyatiga ega kontakt yo'li bilan avvalo og'iz bo'shlig'iga kirgandan keyin epitelidan limfani zararlaydi, limfadan qonga o'tadi. Xo'p, shunday qilib og'iz bo'shlig'ida gangiostomatitga sabab bo'lishi mumkin, faringit, nazofaringitlarga sabab bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni kasallik keltirib chiqaradi. Keyin uchuq ham keltirib chiqaradi bu. Aynan hujayraga qanday kirib boradi? Aynan glikoprotein antigenlari vositasida retseptorlarga bog'lanadi hujayrani hamda endositoz yo'li bilan hujayraning ichiga kiradi. Kirgandan keyin ana shu kirish jarayonida super kapsidni yo'qotadi, ya'ni endositoz bilan kirayotganda. Xo'sh, yadroga yetib borgandan keyin nukleokapsidni ham yo'qotadi. Faqat DNKni o'zi yadroning ichiga kiradi. Hamda bu yerda endi replikatsiya yuz beradi, ya'ni DNKsi ikki hissa o'rtadi hamda oqsillar sintez boshlaydi, transkripsiya bo'lib, DNKsidan matritsa vazifasini bajaradi. Endi oqsillar sintezlanib, kichik virionchalar kurtaklanish yo'li bilan yadrodan chiqadi. Bu yerda endi nukleokapsidga ega bo'ladi. Ya'ni yadroda nukleokapsidga o'ralib, yadrodan kurtaklanish yo'li bilan chiqib, sitoplazmada Golgi apparatiga boradi hamda glikoprotein antigenlarni o'ziga biriktirib oladi. Endi virionlar hosil bo'ladi. Virionlar vezikulaga o'ralib, hujayradan tashqariga chiqib, demak, qon orqali kasallik keltirib chiqaradi, patogenligi. Ya'ni gerpetik istmaga, ekzemaga sabab bo'lib, kasallik qon orqali demak tarqalib ketadi. Oddiy gerpes virusi. Bu juda ham ko'p uchraydi. Xo'p, bu kasallikka immunitet qanday? Ya'ni kasallangan odamda bu qayta yana kasallanishi mumkin. Saqlanadi, ya'ni yashirin tarzda, surunkali bo'lib. Unchalik kuchli immunitet hosil bo'lmaydi tuzalgandan keyin, ya'ni qaytalanishi mumkin. Misol uchun suv chechak bilan bir martagina kasallanadi odam, keyin kuchli immunitet saqlanadi. Lekin oddiy gerpesda qayta bot kasallanish mumkin. Xo'sh, davosi uchuq chiqqan joyda asosan interferonlar surtiladi, atsiklovirin preparatlari xo'sh orqali davolanadi. Umuman laboratoriya tashxisida bo'lsa asosan uchuqdan hamda yara bo'lgan joydan, ya'ni ekzema bo'lgan joydan qirma, bosma usulida namuna olinadi. Olingandan keyin virusologik hamda virusoskopik usullarda tekshiriladi. Virusologik usulda buni ko'paytirish uchun tovuqni embrioni hamda xoryon alantoisda ekiladi. Bunda nekrotik o'choq hosil qilib o'sadi.
o'ziga xosligi. Xo'sh, embrionni bo'lsa birlamchi buyrak hujayrasiga ekiladi. Odam embrionini xo'p, hamda o'pkasiga ekish mumkin, o'pka hujayralariga. Bunda kiritma hosil qiladi endi. O'zini hujayraga bo'lgan patologik ta'siri natijasida virionlarini ajratib olib, morfologiyasi o'rganiladi. Xo'p, virusoskopik usulda Romanovskiy gimza usulida bo'yab tekshiriladi strukturasi, morfologiyasi. Bu oddiy gerpes virusi. Xo'p, suvchechak hamda o'rab oluvchi tebratki. Suvchechak bilan o'rab oluvchi tebratkini qo'zg'atuvchilari bu varitsella viruslar, ya'ni varitsella viruslar ham bu alfa gerpes viruslar hisoblanadi. Xo'p, asosan 4-6 yoshli bolalar ko'p kasallanadi suvchechak bilan. Hamda endi bu bolalarni mumkin emas maktabga borishlari, o'sha davolanish vaqtida brilliant yashili bilan davolanadi asosan. Hamda atsiklovirin preparatlari, immunitet ko'taruvchi vositalar qo'llaniladi, immunosupressorlar. Brilliant yashil, ya'ni zelyonka bilan yaraga qo'yiladi suvchechakda. Suvchechak asosan kontakt yo'li bilan yuqadi. Ya'ni jinsiy yo'l hamda kontakt yo'li bilan yuqishi mumkin. Asosan yosh bolalarda havo tomchi yo'li bilan ham yuqadi, ya'ni kontakt asosan. Xo'sh, yashirin davri 14-21 kunni tashkil qiladi. Aynan yashirin davri, ya'ni 2-3 hafta. 2-3 haftadan keyin bu qonga tarqab ketadi hamda teriga pufakchalar, toshmalar ko'rinishida toshadi. Pufakchaning ichida suyuqlik suv bo'ladi, ya'ni shuning uchun ham suvchechak nomi shundan kelib chiqqan. Asosan yosh bolalarda uchraydi dedik. Bu ya'ni 6 yoshgacha, 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda havo tomchi yo'li bilan ko'p uchraydi. Xo'p, kattalarda ham uchraydi, lekin og'irroq kechadi patogenligi. Hamda asosan maktab yoshidagi bolalarda uchragani uchun maktab bolalarini o'qishga chiqarmasdan 3 hafta mobaynida brilliant yashili kaliy permanganatni 10% eritmasi bilan ishlov beriladi hamda immunoglobulinlar beriladi. Ya'ni immunitetni kuchaytirish uchun, aynan tezroq tuzalishi uchun bo'ladi. Xo'p, kattalarda og'irroq kechadi klinikasi. Xo'sh, o'rab oluvchi temratki. O'rab oluvchi temratkini o'ziga xosligi, bu ham suvchechakka o'xshash, faqat kattalarda uchraydi. Bu nerv tolalari orqali tanaga tarqab ketadi, nerv yo'nalishi bo'yicha hamda toshma toshadi. Toshma toshgan joy qizarib, qichishish belgilari, bezovtalik, isitma ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bunda stress omillari ko'p bo'lganda o'ram oluvchi temratki rivojlanadi. Shuning uchun ham kattalarda ko'p uchraydi. Ya'ni stress omili bu virusga rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, laboratoriya diagnostikasida suvchechakni ham, o'ram oluvchi temratkini ham toshgan joydan, pufakchadan namuna olinadi hamda tovuq embrioniga virusologik usul bilan buyrak, birlamchi buyrakni hujayrasiga embrionni hamda embrionni o'pkasiga ekiladi hamda rivojlangan virionlar virusoskopik usulda Romanovskiy gimzada bo'yab ko'riladi bunda. Xo'sh, bunda suvchechakning endi virionlari kuzatiladi. Bu ham deyarli o'xshash morfologiya, chunki bular bitta oiladan gerpes viridi. Ya'ni kattaligi ham 150 nanometrgacha super kapsidli. Umuman olganda laboratoriya diagnostikasidan ko'ra bu kasalliklarni keltirib chiqaradigan klinik ko'rinishlari orqali ko'proq diagnoz qo'yiladi o'zi. Ya'ni suvchechakda, o'rab oluvchi temratkida asosan kasallikni belgilariga ko'ra tashxis qo'yiladi laboratoriya diagnostikadan ko'ra. Xo'p, homiladorlarda xavfli hisoblanadi bu suvchechak. Chaqaloqlar uchun juda xavfli, 20% o'lim bilan tugallanadi o'ziga xosligi. Bu kasallik bilan, ya'ni suvchechak bilan chalingandan keyin, tebratki bilan kasallangandan keyin kuchli immunitet qoladi. Men hayot davomida
suv ichak bilan umuman masalan qaytalanmaydi, ya'ni kuchli immunitet saqlanadi. Xo'p, beta gerpes viruslar o'ylasa endi, beta gerpes viruslar alfa gerpes viruslarga qaraganda hujayraga patogen ta'siri kuchsizroq hamda yengilroq kechadi. Asosiy nishon a'zosi bularni so'lak bezlari hamda buyrakning hujayralariga ta'sir ko'rsatadi hamda o'zini patogenlik xususiyatlarini aynan so'lak hamda buyrakka ta'siri orqali namoyon bo'ladi. Xo'p, ya'ni beta gerpes viruslarga sitomegalovirus hamda razioviruslar o'ylasi kiradi. Xo'p, kasallik qo'zg'atuvchiligi, ya'ni bitta oilada bo'lgani uchun, ya'ni o'xshash. Toshmalar toshishi, isitma ko'tarilishi, xo'sh, bezovtalik umuman olganda. Xo'p, immun tizimini qanday bo'ladi, ya'ni kasallangandan keyin tuzalishda immunitet qanday bunda? Farqli jihati bunda endi gumoral immunitet shakllanadi. Ya'ni B limfositlar soni ko'payadi bunda. Xo'p, gumoral immunitet kuchli bo'ladi bir marta kasallangandan keyin beta gerpes viruslardan. 35 yoshdan oshgan odamlarda 80% da aynan beta gerpes viruslarga qarshi immunitet kuchli rivojlangan bo'ladi. 80% da. Deyarli beta gerpes viruslardan kasallanish holati kelib chiqmaydi. Xo'sh, agar mabodo kasallanish bo'lsa, davolash azouridin, xo'sh, atsiklovirin preparatlari vositasida hamda levomizol preparatlari vositasida davolash ishlari amalga oshiriladi. Xo'sh, laboratoriya tashxisi uchun so'lakdan asosan namuna olinadi, orqa miya suyuqligidan hamda toshmadan namuna olinadi. Xo'sh, asosan so'lak bezlariga ta'sir qilgani uchun bu so'lak orqali tarqaladi bu kasallik. Ya'ni kasallangan bemor bu manba hisoblanadi. Beta gerpes viruslar qo'zg'atadigan kasalliklarda so'lakdan olinadi. Xo'sh, virusologik, virusoskopik usullarda hamda serologik usul bu tashxisni tasdiqlash maqsadida KBR, neytralizatsiya, DNKsini aniqlash mumkin PCR vositasida amalga oshiriladi. Xo'sh, deyarli patogenligi o'xshash, lekin morfologiyasi bilan qisman farq qiladi. Ya'ni beta gerpes viruslar o'lchami yirikroq bularni, ya'ni 200 nanometrgacha, 200 nanometrdan ham yuqoriroq bo'lishi mumkin. Hamda endi patogenligi pastroq va yashirin tarzda kasallik sekin-astalik bilan rivojlanadi. Xarakterli xususiyati, ya'ni rivojlanish davri uzunroq bunda beta gerpes viruslarda. Xo'sh, gamma gerpes viruslar. Gamma gerpes viruslarga kiradi limfokriptoviruslar. Ya'ni asosiy nishon manba bunda endi limfositlarni zararlaydi va limfa sistemasini zararlagandan keyin qonga tarqab ketadi. Qon orqali tarqab o'zini undan keyin jinsiy sistemada uchuq keltirib chiqarishi mumkin hamda meningoensefalitga sabab bo'lishi mumkin. Lekin asosiy manba bu limfa hisoblanadi, ya'ni limfani zararlaydi gamma gerpes viruslar, ya'ni Epstein-Barr virusi bilan OIDS sindromi kiradi bunga. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Epstein-Barr bu T limfositlarni strukturasini o'zgartirib, killerlarni aktivlashtirib, B limfositlarning sonini kamaytirib yuboradi. Ya'ni gumoral immunitetni susaytirib yuboradi, immunitetni pasaytirib o'ziga xosligi. Xo'sh, yuqish yo'li bularni ham asosan bitta oila vakili bo'lgani uchun havo tomchi yo'li hamda bemor bilan bevosita kontakt orqali yuqadi. Aynan gamma gerpes viruslari ham. Umuman olganda bu limfokriptoviruslar, ya'ni gamma viruslarga kiruvchi viruslar nima uchun limfaga ta'sir qiladi? Bular limfotrop, ya'ni B limfositlarda ko'payadi. B limfositdan chiqqandan keyin T killerlarning strukturasini aktivlashtiradi, B limfositlarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni B limfositlarni o'limiga olib keladi, ya'ni sababiga kamayib ketadi B limfositlar. Shu hujayrani o'zida ko'payib, keyin bu hujayrani yo'q qiladi. Xo'sh,
Bu asosan gamma gerpes viruslar mamlakatga ko'ra keltirib chiqaradigan kasalliklar farq qiladi. Misol uchun Xitoyda nazofaringial kartinomalarga sabab bo'ladi. Tropik davlatlarda bo'lsa Berkit limfomasiga, mo'tadil iqlim mamlakatlarda yuqumli mononukleoz. Ya'ni aynan bizni O'zbekistonimiz ham mo'tadil iqlim mintaqasiga kiradi. Ya'ni 4 ta fasl ham mavjud. Yuqumli mononukleoz qanday kechadi? Bunda taloq va jigarni, taloqni qaytalashi kuzatiladi. Isitma oshishi, to'shma to'shishi hamda betovqatlik bilan namoyon bo'ladi. Holsizlik immun tizimini zaiflashtiradi, limfositlarni sonini, T killerlarni strukturasini o'zgartirib, B limfositlarning sonini kamaytirib yuboradi. Xarakterli xususiyati aynan. Ya'ni limfatrop ta'sir xususiyatiga ega. Xo'p, davo chora-tadbirdan keyin sog'aygan insonda qanday immunitet qoladi? Asosan immunoglobulin MG larni miqdori ortib ketadi. Xarakterli xususiyati, ya'ni immunitet immunoglobulin M bilan G hosil bo'ladi bunda. Hamda bu immunoglobulinlar aynan gamma gerpes viruslarining antigeniga qarshi ta'sir mexanizmiga ega. Ya'ni o'zi qanday antigenlari bor bu viruslarning? Kapsidida maxsus antigeni yadrosida hamda superkapsidida maxsus antigenlariga qarshi bu immunoglobulinlar immunitetni namoyon qilib beradi. Bizni himoya qiladi, ya'ni kasallikdan. Diagnostikasi bir xil deyarli, ya'ni virusologik, virusoskopik, serologik usullarda DNKsini aniqlaymiz. PCR, KBR komplement bog'lash reaksiyasi orqali immunoglobulinlarni aniqlaymiz serologik testlar orqali. Xo'sh, M hamda G globulinlarning paydo bo'lishi ya'ni diagnoz qo'yish uchun osonlashtiradi, ya'ni yaqinlashtiradi. Aynan gamma gerpes viruslar keltirib chiqaradigan kasalliklar. Asosan diagnoz qo'yishda eng qiyini bu hisoblanadi. Qayerda yuqumli mononukleozga qiyin tashxis qo'yish, ya'ni alomatlarni, simptomlarni yaxshi ko'rsatmaydi. Suv chechak yo bo'lmasa o'rab oluvchi temiratkida hamda genital sohada gerpes chiqsa, diagnoz qo'yishga qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham keyin homiladorlarda genital sohasida gerpes bor insonlarda hamda yuqumli mononukleozda virusologik usullardan qo'llaniladi amaliyotda. Kamdan kam, ya'ni faqat shu holatlarda ko'pincha qo'llaniladi. Odatda simptom bilan kechadi, chunki bu gerpetik, ya'ni bular dermatrop ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan viruslar bo'lgani uchun shunda ham ma'lum. Bunda ishni qiyinlashtirib, virusologik usuldan ko'p qo'llanilmaydi amaliyotda. Poksiviruslar bular o'ziga xos xususiyati yuqorida keltirilgan DNK saqlovchi viruslardan hammasini replikatsiyasini, DNKsini ikki hissa ortishi, virionlarni hosil bo'lishi, hujayraga patogen ta'siri aynan yadroda kechish kerak. Ya'ni replikatsiyasi yadroda bo'lishi kerak. Poksiviruslarni bo'lsa, replikatsiyasi sitoplazmada kechish bilan xarakterlanadi. Faqatgina shu oila vakillarining replikatsiyasi hujayrani qaysi hujayraga patogenlik qilsa, odamga yuqqandan keyin yoki hayvonga yuqqandan keyin qaysidir hujayrasiga kirsa, sitoplazmada bemalol amalga oshira oladi. Xo'p, bu aynan oila vakillari viruslarni qushlarda, odamlarda, hayvonlarda ham patogenlik keltirib chiqaradi va shunga ko'ra ikkita katta oilaga bo'linadi. Xordopoksiviruslar hamda enteropoksiviruslar. Xordopoksiviruslar umurtqalilarda patogen hisoblanadi. Enteropoksiviruslar bo'lsa hasharotlarda. Xo'p, xordopoksiviruslarni 6 ta turkumi mavjud. Umurtqalilarda patogenligi bo'yicha birinchi turkumi bu ortopoksiviruslar. Odamda, sigirda, sichqonda patogen. Xo'p, parapoksiviruslar. Bular hisoblanadi tuyoqlilarda, qaysi tuyog'i bor jonzotlar bo'lsa, shularda patogen hisoblanadi. Hamda uchinchi turkum bu hisoblanadi suypoksiviruslar. Cho'chqalarda patogen
Xo'p, kapripoksi viruslar qo'y, echkilarda patogen hisoblanadi. Avipoksi viruslar qushlarda patogen va quyonlarda patogen hisoblangan. Aynan quyonlarda sarkomalar orqali hosil qiladi. Bu quyonlar uchun patogen. Va oliporipoksi viruslar hisoblanadi 6-turkum. Bu hasharotlar orqali ham tarqalish xususiyatiga ega, aynan quyonlarda patogen hisoblanadi. Xo'p, chinchechak o'zi bu juda ham qadimiy kasallik. Avvaldan bir necha epidemiya, pandemiyalarni o'tkazgan va hozirda deyarli umuman tugatilgan. Uchramaydi desa ham bo'ladi. O'zbekistonda 1936-yildayoq tugatilgan. Gender ismli olim bu trig vaksinasini, ya'ni chinchechakni o'zini trig vaksinasi orqali profilaktikasini, umuman kasallikni davolashni birinchilardan bo'lib yaratgan katta olamshumul kashfiyot edi bu. Umuman patogenezi qanday kechadi? Yuqishi havo tomchi kontakt yo'li bilan hamda avvalo epiteliyadan limfaga, limfadan keyin qonga o'tadi. Qonga endi qon orqali teriga tarqalib nima keltirib chiqaradi? Eng avvalo papula, qattiq qobiq, keyin vezikulaga o'tadi. Vezikula suvli bo'ladi. Undan keyin pustula, ya'ni yiringli shaklga o'tib to'planadi o'sha yerda, ya'ni yiring hosil qiladi. Yiringda streptokok, stafilokoklar bilan birga kasallik keltirishi mumkin. Og'ir isitma holatlariga, holsizlanish, bot-bot, umuman qichishish olib kelishi mumkin bu kasallik. Tugatilgan bu kasallik. Davolash qanday bo'ladi? Davolash antibiotiklar, chunki antibiotik bilan davolashning sababi chunki streptokok, stafilokoklar ham bor bu yerda. Ishlatamiz. Ya'ni penitsilin, streptomitsin preparatlari ko'p. Undan tashqari rifampitsin transkripsiyasini to'xtatish uchun virusni, xo'sh, immunoglobulinlar asosan qo'llaniladi. Immunitetni hosil bo'lishi, virusga qarshi immunitetni shakllanishi uchun qo'llaniladi. Xo'sh, tuzalgandan keyin kuchli immunitet odamda shakllanadi va deyarli umuman keyin qayta kasallanmaydi. Chinchechak, suvchechakdan kasallangandan keyin kuchli immunitet qoladi. Vaksinasi mavjud hisoblanadi hozirda. Umuman olganda qaysi turlarda, ya'ni vaksinalar bor desak, aynan mana shu chinchechakka, suvchechakka qarshi vaksinalar mavjud. Bular emlanadi, ya'ni poliklinikalarda rejimlari mavjud. Kerakli vaqtda poliklinika vrachlari tomonidan emlash ishlari amalga oshiriladi bunda. Xo'sh, undan tashqari beta GPS viruslari keltirib chiqaradigan kasalliklar qizamiq bilan birga beta vaksina hisoblanadi. Bu ya'ni sitomegalovirus qo'zg'atgani uchun divalent vaksina, qizamiq bilan birdaniga beta GPS viruslarga qarshi vaksina turlari bor. Bu umumiy amaliyot shifokorlari, poliklinika vrachlari tomonidan mahalliy tarzda profilaktik ishlar, davolash chora-tadbirlari olib boriladi. E'tiboringiz uchun